Toshkent shahrida mana shunaqa ikkita bir xil uchastkani, ya'ni bizani ustalar tilidani Hasan Husan uchastka deb qo'yamiz. Hasan Husan uchastkani obzorini qilib beraman hozir. Bu yerda biza kelishimizdan oldin kanalizatsiya, ya'ni livnovka ishlari qilib qo'yilgan ekan. To'g'ri qilingan ishida mana shu darvozaxonada trap. Ya'ni ertaga mana shunaqa qilib latok qilib qo'yilsa, mashina yuvilsa yoki mana bularni brushatkalar yuvgandan keyin suvi oqib turib, yomg'ir suviga qo'shilib ketadi. Bu bitovoy kanalizatsiya emas. Ortib qolgan materiallarni o'zimiz olib kelganmiz, o'zimiz olib ketyapmiz. Hammalarni olib ketyapmiz, hammasini spiska qilib. Bu yerda xo'sh, mana Italiyani Ivar degan kompaniyasini Rasxadamirning kollektorlarini ishlatganmiz. Sal qoldi bosishimga. Uyi mana hovli tomondan ko'rinishi. Shu videoni ko'rib turib, like bosib, komment yozib, poddershka qilib, shu videoni tarqatib turganlarga xuddi shunaqa uchastkalar nasib qilsin. Komment yozmasdan, poddershka qilmayotganlarga ham mayli nasib qilaversin. Latochniy trapga, latochniy ariqchasiga mana trap qoldirilgan. Mana bu yerda palifga mana truba ham qoldirilgan. Endi asosiysi ichkariga kiramiz. Xo'sh, mana bu ko'rasam, so'killar chiqqandan keyin o'sha yomg'ir suvlarini zazorini mana 3 santimetrcha bor. Shu oldindan reja qilib qilinganda juda yaxshi. Prarapi bor obyekt bu. Praraplari ham juda baraka topsin, juda ilmli, yaxshi odamlar ekan. Shu prarap bo'lgandan keyin uylarning ishi shu uy egalariga ancha yengilroq bo'ladi, ko'p boshqalardan qutulishadi. Bu yerda zichroq qilingan sababi mana bu yerda endi radiator qo'yishi ilojisi bo'lmadi. Nituda nisuda degan so'z bor-ku o'rischa. Shuni o'zbekchasini yozaveringlar, nima bo'ladi nituda nisuda. Ya'ni radiatorni na kichkinasini qo'yib bo'ladi, na kattasini. Внутрипольный konvektorni ham qo'yib bo'lmaydi. Yerdan ozgina 10 sm chiqib turadigan joy. Shuning uchun to'plipol o'zini zichroq qilib berdik. Bu yoqda asosiy kirganda o'sha zali hamma xonalarimizda NTC datchik uchun mana bunaqa gilza qoldirib ketyapmiz. Mana shunda pastga keladi. Ichiga musor kirmas uchun sko'shlab qo'yishgan. Bilasizlar, har doim aytaman, hamma ishlarimizni trubalarning uchlari yo zaglushka qilib qo'yiladi, yo musor kirmasligi uchun yopib qo'yiladi. Bular chiqarib qo'yilgan, mana shu yerda keyinchalik shu radiatorlar qo'yiladi. Mana bu vaqtlarimiz bu oldingi videolarda uncha ko'rsatmaganman. Har bitta videoda yangiliklar bo'ladi. Bu konditsionerga sliva qilib qo'yilgan. Ya'ni kanalizatsiyasi konditsionerga. E'tibor beringlar, yana bitta narsaga qaratmoqchiman, e'tiboringlarni. Shu xonaga kelguncha to'plipol trubalarimiz izolyatsiyada kirib kelyapti. Ya'ni bu u yoq tomonda o'sha mashin trubalarimiz u yoqdan kelayotgan holatida issiqlik ishlamaydi-da. Faqat mana shu xonaga kirgandan keyin issiqlik ishlashni boshlaydi, chunki komnatni termostat qo'yilgan. Uni yana bir afzalli tomoni, komnatni termostat shu xonaning issiqligini o'chirib qo'yganning hisobiga, agar ular izolyatsiya qilinmagan bo'lganda, mana shu joylar sovib ketishi mumkin yoki ishlayotgan payt isib ketishi mumkin. Mana shu yerda ham ko'rinishini ko'rasizlar. Hozir buni tagida bir necha qavat to'plipol trubalar bor-da, mana oyog'im tegib turibdi. Mana shu trubalar ketyapti, mana shular ham mana bu yerga kelganda, misol uchun, mana shu chekkaroqdagi 4 ta 5 tasi mana bu yerda o'zi chiqyapti. Mana bu yerda chiqyapti. Luchovoy trubalar akoshkalar qilib qo'yilgan. Bundan tashqari mana yana kelyapti-da, mana bu yerda yana 4 ta 5 tasi chiqyapti. Mana bu yerda oshxona bo'ladi. Yigitlar hozir asstatga mahsulotlarni yig'ishtirib nima qilishyapti. Bu общий hovlidan kirib kelgandagi sanuzilimiz, xudo xolasa. Bu yerda chashagenlik bor. Bilasizlar, ko'pchilik chashagen yaxshi ko'rishadi-yu. Shu yerda o'zida mana shu tanbehlardan bittasi zinalarimizdan bir 20-30 cm nariroqda mana shu penoplastni sal qochirish kerak bo'ladi. Qochirmasa nima bo'ladi? Ertaga mana shu holatda bo'lsa, mana shu joyiga stяжка quyilsa, stяжка bilan mana shu penoplast mana bu betonning orasini ajratib qo'yadi, keyin mana shu penoplast usti pokillab qoladi. Mana bittan ola qol, mana bittan shuni ol, mana shundan. Endi ishdan olib turgin, keyin yon olasan. Videoni o'zida sразу ko'rilsin, yo mana bittan ol, mana bittan. Ana. Bu yerga keyin baribir yog'ochli o'yinchoqlarni qotirishi mumkin. Ikkinchi qavatga chiqamiz. Xuddi shu narsa mana ikkinchi qavatda ko'rayotgan bo'lsanglar, yo'q. Penoplast shu zinani bu yoq eng chekkasigacha taqab turib qilinmagan.
Mana teplый pol trubalar, luchevой razvodka trubalari tegi-degisi o'tib ketyapti u yoqqa. Mana nima deydi, qon tomirligiga o'xshaydi. Ajoyib. Installyatsiya unitazida ishlatilgan bu yerda. Bundan tashqari installyatsiya bide. Yana bir qiziq tomoni bu kelishuv qotganimizda odatda klientlarimiz bir narsani qilamiz deyiladi, keyinchalik o'sha narsa qilmasligimiz ham mumkin deb qolinadi. Shu obyektimizda ham kelishuv o'tganda, ya'ni installyatsiya qilmaymiz deb turib, keyin xohishlar o'zgarib turib, mana shu narsa qilinaverdi. Mana bu trubamiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu fanoviy truba. Bunisi bidening installyatsiyasi. Endi ko'pchilik savol beradi, mana shu narsa tiqilib qolmaydimi va hokazo deyshadi. Tiqilib qoladigan hamma nimaiki bo'lsa, hammasi mana shu yerda. Mana shu yerda shunday ochiladi-da, shu yerdan dostupniy qo'li bemalol yetib turib, ichidagi zapchastlarni almashtirib naqsa bo'ladi. Eng ko'p nimalardan bittasi, xatolardan bittasi mana shu keladigan installyatsiyaga keladigan suvni shlankali qilib qo'yishadi. Bilasizlar, shlanka baribir bir yil emas, bir kun uzilishi mumkin. Biz plastmasda olib kelib qo'yamiz hammasini. Keyin buni apressovka qilib qo'yamiz. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, apressovkaga tayyor qilib olib kelib qo'yilgan jarayonni ham ko'rasizlar. Kalot o'rinlarni mana teplый pol qilinmagan. Bu yerda mana ko'mirning termosatga shu gilzalar olib kelib qo'yilgan. Bu yoqda mana jami holatlar proyekt borligiga qarab turib mana shunaqa qilingan. Bu yerda ham mana konditsionerga kanalizatsiyani olib kelib qo'yilgan. Bu yoqda endi podvalga tushamiz, keyin narigi uchastkaga ham o'tamiz. Shunaqa videolarimiz foydali bo'lib turgan bo'lsa, sizlar ham kommentariyda foydali deb yozsanglar, biz ham o'shandan bir ruh olamizda xursand bo'lamiz. Bolalarimiz ham, shu ishni qilgan yigitlarning o'zi ham shu videolarni ko'rishadi, kommentariyalarni o'qishadi. Mana men bitta yana bitta zo'r info berib ketaman. Jami issiq suv, jami sovuq suv shunda kelyapti-da. Mana shu yerdan keyin butun xonaga tarqaladi sovuq suv ham. Mana shunaqasi issiq suv ham tarqaladi. Ya'ni polotens dushvoy cho'milishlarga, umumanliklarga, unitazlarga hammasiga. Mabodo shu xonada biror narsa buzilish bo'lib qolsa, dekor kran deyiladi, dekorativniy kran. Buni vazifasi shu avariya holatlarda kranni yopib turib, ya'ni butun xonaga kelayotgan suvlarni, sovuq suvlarni, issiq suvlarni yopib turib, bemalol ishlarimizni bitirib olsak bo'ladi. Mana shunaqa gaplar. Endi narigi uchastkaga o'tishdan oldin shunda podvalda ko'ramiz, keyin uchastkani ham ko'ramiz. Mana podval qismidamiz. Podvalda mana shunaqa joylari bor. Ham ko'rsam, trassalarning hammasi, trubalar hammasi izolyatsiyada. Hammasi izolyatsiyada mana bunaqasi podvalga ketyapti, ya'ni kotyolxonaga. Kotyolxonada yig'ilib turib, apressovka qilish uchun mana tayyorlab qo'yilgan. Hali apressovka qilinmadi lekin. Mana termomanometrlar keyinchalik shu uchastkani o'zida shu kotyolxona mana shu kotyolxonani kafil qilib berishsa, shu kotyolxonaning o'ziga xizmat qiladi. Yo'qda hozir kollektor yig'ish jarayoni ketyapti menimcha. Mana chiroqni bu yoqdan yoqib qo'yib, bu yoqdan yoqib qo'yib, kim ishlayapti bu yerda? Bu yoqda mana katta hol. Bizning eng katta fishkalarimizdan bittasi kanalizatsiya trubalarini mana shunaqa shumizatsiya qilib beramiz. 2 qavat qilib, chiqib ketayotgan joyda, pavorotlarda reviziya qilib olish kerak. Ko'rasizlarmi? Reviziyani. Mana kasoy traniklarda ishlaydi hammasi, polatotlarda ishlaydi. Eng qiziq joyida bu. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Jinsiz? O'shatyapsizmi? Kalibratoringiz ham bormi? Qani? Kalibrator bormi? Uchinimda chaqlab ochadigan. Bitta ko'rsatib oling. Bittasini chaqlab oling. Nega chaqlamayapti? Bu kollektor boshi yaxshi anaqa qilish uchun, kliplarni qilish uchun yaxshi. Kirayotganda chiroyli kiradi. Birinchidan, ikkinchidan o'sha mashina ichidagi rezinkasini yedirib kirgizib ketmaydi. Kalibratorni mana ochganda ichkarisini ham, tashqarisini ham, faskasini ochib beradi. Shunda zavodskoyga o'xshab qoladi. Keyin tiqayotganda o'shaning ichidagi rezinkasini yedirib olib kirgizib yubormaydi.
yaxshi ko'rasizmi o'z ishingizni? Baraka toping. Mana shunaqa. Endi narigi uchastga chiqib ko'ramiz. Mana birinchisidan chiqdik. Endi mana ikkinchisiga kiramiz. Bu yerda o'zimiz olib kelgan mahsulotlarni hammasini qaytarib olib ketamiz. Penoplastlarni ham, kanalizatsiya trubalarini ham, shum izolyatsiya mahsulotlarini, to'pli pol trubalarini ham. Bu yerda ham xuddi shu ahvol. Bir xil. Bu egalariga shu uylarda yaxshi to'ylar qilish nasibsin. Mana. Bu yoqlarda mana xuddi shunaqa. Hasan uchastkani ishlashda qulay tomoni bitta uchastkaga nimaiki qilinsa, ikkinchi uchastkaga ham xuddi shu narsa qilinadi. Mahsulotdan ham xuddi shu narsa hisob-kitobda ham bir xil bo'ladi. Faqat teplopateriyada ikkala uyni yon tomonini joylashuvi qaraladi. Ya'ni bu uyi yon tomonidagi qo'shni uyi tegib turgan bo'lsa, demak u uy sal issiqroq bo'lishi mumkin. Bu tomoni tartibli bo'lgan bo'lsa, bu yoq sal sovuqroq bo'lishi mumkin. O'sha tomonlari ajralib turadi faqat. Mana shunaqa gaplar. Like bosib, podpiska, kommentariylarni ayamaysizlar. Bu arzimaganimda bitta knopkachani bosish bilan o'tib ketadi sizlarga. Biz endi harakat qilamiz. Shu videodan ko'pchilik shundan foyda ko'rsin. Telegram gruppalarga silkalarni tashlab qo'ysak, ular ham bir ustalar ko'rsin. O'zingizlar uylarda ishlayotgan ustalar ham ko'rsin. Biz o'sha uzoq viloyatlarga bora olmasak ham, xuddi shu videodan shunda bemalol ko'rib turib, xuddi shunaqa chiroyli ideal ishlarni qilsa bo'ladi. To'g'rimi? Sabringlar, charchamanglar. Ro'za bo'lganiga og'izlarim ham qurib ketdi, bor. Yomg'ir suvlarini vaqtinchalik kanalizatsiyani ko'rasizlar, mana shunday tiqib qo'yilgan. Sababi agar bu bo'lmasa, suv chakillab yotib, mana shu joylar ham yog'ini shilta qilib tashlaydi. Nam bo'lib ketadi ham uy fundamentlari. Va arzon bo'lsa ham, shu bu bo'lsa ham qanaqalarni ko'rasizlar, singan kanalizatsiya trubalarini ham mana shunaqa ulab, mana shu ulab qo'yilgan. Vaqtincha bo'lsa ham uyi fundamentini saqlash uchun. Baraka topinglar, sog' bo'linglar.